So'nggi yillarda Ukrainada biologik laboratoriyalar borligi va bu laboratoriyalarda xavfli viruslar ishlab chiqilib, AQSh va dunyoga tahdid solishi mumkinligi haqida ko'plab da'volar tarqalmoqda. Bu haqiqatmi yoki dezinformatsiyami? Bugun shu mavzuni chuqur o'rganamiz. Ukrainadagi biologik laboratoriyalarning tarixi. Ukrainada Sovet Ittifoqi davridan qolgan biologik tadqiqot markazlari bo'lgan. 1991-yilda SSR parchalangach, Ukrainada biologik xavfsizlik bilan bog'liq laboratoriyalar qoldi. AQSh-Ukraina hamkorligi. 2005-yilda AQSh va Ukraina biologik xavfsizlik bo'yicha maxfiy shartnoma imzoladi. Ushbu shartnoma SSR davridan qolgan xavfli viruslarni nazorat qilish maqsadida qilingan deb aytiladi. Laboratoriyalarning rasmiy maqsadi gripp, COVID-19 va boshqa kasalliklarni o'rganish, biologik xavflarni oldini olish va tadqiqot qilish. Mustaqil tashkilotlar tomonidan bu laboratoriyalar faqat ilmiy tadqiqotlar olib borilayotgani ta'kidlangan. Jo Bayden, uning jamoasi va biologik laboratoriyalar 2005-yilda shartnoma imzolangan bo'lsa, nega bu masala hozir dolzarb bo'lib qoldi? 2021-yilda Jo Bayden AQSh prezidenti bo'lgach, Ukraina bilan biologik hamkorlik kuchaygani aytilmoqda. Jo Baydenning o'g'li Hunter Bayden va laboratoriyalar o'rtasida aloqa bormi? Hunter Bayden Ukrainada Burisma kompaniyasida ishlagan. Ayrim manbalarga ko'ra, Bayden oilasi Ukrainadagi biologik tadqiqotlarni moliyalashtirgan. Lekin bu ayblovlar rasmiy hujjatlar bilan isbotlanmagan. Muhim savollar. AQSh hukumati Ukrainadagi laboratoriyalarda biologik qurollar ishlab chiqarishiga ruxsat berganmi? Hunter Bayden va uning biznes sheriklari bu laboratoriyalar bilan maxfiy ishlagan bo'lishi mumkinmi? AQSh va Ukraina hukumati bu ayblovlarni rad etgan bo'lsa ham, haqiqat qayerda? Qo'shimcha ma'lumotlar. 2022-yilda AQSh Mudofaa vazirligi Pentagon Ukrainadagi laboratoriyalar faqat sog'liqni saqlash uchun ishlayotganini ma'lum qilgan. Lekin Rossiya hukumati va ayrim mustaqil jurnalistlar bu laboratoriyalarda biologik qurollar ishlab chiqarilayotgan bo'lishi mumkinligini aytmoqda. AQSh Ukraina va biologik viruslarning butun dunyoga tahdidi. Agar Jo Bayden jamoasi Ukrainadagi biologik qurollarni rivojlantirgan bo'lsa, bu faqat AQShga emas, balki butun insoniyatga xavf tug'dirishi mumkin. Agar bu laboratoriyalarda xavfli viruslar ishlab chiqilsa yoki tasodifan tarqalib ketsa, dunyo qanday oqibatlarga duch keladi? Laboratoriyadan chiqib ketishi. O'tgan pandemiyalar shuni ko'rsatadiki, xavfli viruslar tasodifan tarqalishi mumkin. Mutatsiya va tez tarqalish. Virus insondan insonga tez o'tib, global inqirozni keltirib chiqarishi mumkin. Sayohatlar orqali tarqalish, samolyot qatnovlari va migratsiya jarayonlari tufayli butun dunyoga tez yetib borishi mumkin. Biologik urush zamonaviy dunyodagi eng xavfli tahdidlardan biri bo'lishi mumkinmi? Tarixda biologik qurollar ishlatilgan holatlar. Ikkinchi jahon urushi va Yaponiya tajribalari. Yaponiya 731 bo'lim laboratoriyalarida Xitoy va SSSRga qarshi bakteriologik qurollar yaratgan. Sovet Ittifoqining biologik dasturlari 1980-yillarda SSSRning maxfiy laboratoriyalarida chimildiq deb nomlangan o'ta xavfli qurollar ishlab chiqarilgan. AQSh va Britaniyaning biologik qurollar ustidagi tadqiqotlari hujjatlarga ko'ra, AQSh ham o'tgan yillarda biologik qurollarni ishlab chiqish dasturlarida qatnashgan. Muhim savol: Ukrainadagi laboratoriyalar shunday dasturlarning bir qismi emasmi? Biologik qurollar hozirgi davrda urushda ishlatiladimi? Nima uchun Rossiya bu laboratoriyalarni o'zining milliy xavfsizligiga tahdid deb bilmoqda? Qo'shimcha xavflar. Etnik genetik qurollar, biologik qurollar ma'lum genetik guruhlarga qarshi maxsus ishlab chiqilishi mumkinmi?
Ko'rinmas urush biologik viruslar yashirincha tarqatilib, keyin bir davlatni yoki butun mintaqani vayron qilishi mumkinmi? Laboratoriya halokati. Virus qanday tarqalishi mumkin? Virus qanday tarqaladi? Tasodifan laboratoriyadan chiqib ketishi. Xitoy COVID-19 pandemiyasi Wuhan laboratoriyasidan chiqib ketgani haqidagi nazariya hali ham muhokama qilinmoqda. Ukrainadagi laboratoriyalar ham o'xshash xavf tug'dirishi mumkinmi? Maxsus qo'llangan biologik qurol. Agar biologik qurol sifatida ishlatilsa, AQSh yoki boshqa davlatlar bunday qurollarni maxsus maqsadlar uchun qo'llash imkoniyatiga egami? Genetik viruslar va sun'iy mutatsiyalar. Viruslar laboratoriyada mutatsiyaga uchrab, insonga moslashtirilishi mumkinmi? Ko'rsatib o'tish kerak bo'lgan faktlar. COVID-19 tajribasi. Dunyoda pandemiyalar qanday rivojlanishi va qanday iqtisodiy, siyosiy oqibatlar olib kelishi mumkinligi. Rossiyaning bu boradagi xavotirlari. Rossiya rasmiylari AQSh va NATO Ukrainadagi laboratoriyalar orqali biologik tahdid yaratganini da'vo qilmoqda. Muhim savollar. Ukrainadagi laboratoriyalar maxsus qurollar ishlab chiqishga urinayotgan bo'lishi mumkinmi? Virus tasodifan chiqib ketgan taqdirda global falokatlar qanchalik tez ro'y berishi mumkin? Bunday laboratoriyalarni kim nazorat qiladi? Joe Biden va Hunter Biden Ukrainadagi biologik laboratoriyalarni moliyalashtirganmi? AQSh nega bu laboratoriyalarni himoya qilishda davom etmoqda? Pentagonning Ukraina laboratoriyalaridagi roli qanday? Pentagon Ukrainadagi biologik tadqiqotlarni nazorat qilganmi yoki boshqarganmi? Ukraina bu laboratoriyalar ustidan to'liq nazoratga egami yoki AQSh bu laboratoriyalarni o'ziga bo'ysundirganmi? Dalillar va qarama-qarshi bayonotlar. Pentagonning rasmiy bayonoti. Biz Ukrainada biologik qurol ishlab chiqmaymiz. Faqat sog'liqni saqlash tadqiqotlarini qo'llab-quvvatlaymiz. Rossiya rasmiylari AQSh Ukrainada biologik qurollar ishlab chiqarmoqda va bu qurollar Rossiyaga yoki boshqa davlatlarga qarshi ishlatilishi mumkin. Muhim savol. AQSh rasmiylari nega bu masalani ochiq muhokama qilmayapti? Nima uchun Rossiya bunday laboratoriyalarga hujum qilishni o'ylaydi? Kelajakda bunday laboratoriyalar butun dunyoda nazorat qilinishi kerakmi? Zelenskiy AQShga biologik kasallik bilan qasos olishni rejalashtiryaptimi? Zelenskiy AQShga tahdid qildimi? Eng so'nggi uchrashuvda Zelenskiy Trampga "Sening mamlakatingda ham urush boshlanishi mumkin" degan tahdidli gapni aytdi. Bu gapni ikki xil talqin qilish mumkin. Harbiy mojarolar kelajagi haqida ogohlantirish. Ikkinchisi biologik urush yoki kasallik tarqatish orqali qasos olish rejasi. Agar bu tahdid bo'lsa, biologik kasallik bilan urush boshlanishi mumkinmi? Ukrainadagi biologik laboratoriyalar haqida ko'plab savollar tug'ilmoqda. Zelenskiy AQShdan kelayotgan yordamga to'liq ishonmaydi va agar yordam to'xtasa, u boshqa usullar bilan qasos olishi rejalashtiryaptimi? Agar laboratoriyalardan xavfli virus chiqsa, bu faqat AQShga emas, balki butun dunyoga tarqalishi mumkin. Zelenskiy AQShdan biologik yo'l bilan qasos olishni rejalashtiryaptimi? Rossiya va Xitoy manbalariga ko'ra, Ukrainadagi laboratoriyalar maxsus mutatsiyaga uchragan viruslar ustida tadqiqot olib borgan bo'lishi mumkin. Agar Zelenskiy bu laboratoriyalarni nazorat qila olsa, u AQSh va G'arbga qarshi biologik hujum boshlashni rejalashtiryaptimi? Bu shunchaki ogohlantirishmi? Yoki Zelenskiy real harakat qilishga tayyormi? Global tahdid va ehtimoliy oqibatlar. Biologik urush boshlansa, birinchi nishon AQSh bo'ladimi? Viruslar butun dunyo iqtisodiyotini va xavfsizligini barbod qilishi mumkinmi? Zelenskiyning bu harakati butun dunyo uchun yangi xavf tug'diradimi? Muhim savollar. Zelenskiyning bu so'zlari tasodifiy gapmi yoki aniq tahdidmi?
Ukraina biologik qurol ishlab chiqarib, uni AQShga qarshi ishlatishi mumkinmi? Agar biologik virus tasodifan yoki ataylab tarqalsa, butun dunyo qanday reaksiya bildiradi? Tramp prezident bo'lsa, Zelenskiy va Ukrainaga qarshi qanday choralar ko'rishi mumkin? Zelenskiy Trampga aytgan so'zlari haqiqatdan ham AQShga qarshi tahdidmi? Ukrainadagi laboratoriyalar qanchalik xavfli? Bu haqda fikringizni izohlarda qoldiring va yangi videolar uchun kanalimizga obuna bo'ling.